Ana undan keyin suhbat jarayonlari uchun studiyaga qaytamiz. Marhamat. Siz tasvirlarda ko'rayotgan maxsus o'quv modullari asosidagi dars mashg'ulotlari chet tilini tezroq va samaraliroq o'rganishga qaratilgan. Xalq ta'limi vazirligi hamda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligining qo'shma qarori asosida xorijiy tillar o'qituvchilaridan iborat mobil guruhlar uchun viloyatimizda 5 kunlik o'quv seminarlari tashkil qilindi. Seminar 3 ta guruh asosida tashkil qilinib, unga Urganch shahridagi ta'lim muassasalarining 29 nafar ingliz tili o'qituvchisi, Qo'shko'pir, Xonqa, Gurlan, Shovot tumanlarining 66 nafar fransuz tili o'qituvchilari jalb qilindi. Mobil guruh o'quv seminarlari avgust oyida xorijiy davlatlarda malaka oshirib qaytgan Gulmira Meliyeva va Sarvar Karimovlar tomonidan maxsus o'quv modullari asosida o'tkazilmoqda. Ingliz tili fanidan o'tib borayotgan mashg'ulotlarimizda biz ingliz tili fani o'qituvchilariga asosan hozirgi xalqaro miqyosda eng kerakli bo'layotgan metodlar hamda o'quvchilarni darsga jalb qilishda va ularni ingliz tilini qanchalik ahamiyati bor ekanligini ko'rsatib beruvchi darslar yordamida o'quvchilarni darsga qiziqtirish va ularni ilg'or metodlar yordamida ularni kelajakda ingliz tilini yaxshi egallashlari uchun yordam beradigan darslar olib borilmoqda. Ushbu seminarlar yordamida yana Cambridge University Press tomonidan tayyorlangan Prepare hamda Guess What darsliklarini ham birgalikda olib borib, o'sha darsliklar, ya'ni bu yangi o'quv yilidan chiqqanligi munosabati bilan u darsliklarda bo'lib borilayotgan qiyinchilik tomonlari yoki bo'lmasam u yerdagi yangiliklarni o'qituvchilar bilan hamkorlikda yana bir marta ko'rib borib, ular bilan o'quvchilarga yanada qiziqarli mashg'ulotlarni olib borish mumkinligi haqida bahs va munozaralar yurityapmiz. Bilamizki, til o'rganish hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan zamon talablaridan biri. O'quvchilarning tilni mukammal egallab, xalqaro sertifikatga ega bo'lishida ushbu dars mashg'ulotlarining o'rni katta. Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi tomonidan tashkil qilinayotgan seminarlardan biz juda ham xursandmiz. Fransiyada malaka oshirib kelgan ustozimiz Sarvar Karimov tomonidan bizga yangi metodlar, o'quvchilar bilan ishlashda yangi fransuz qo'shiqlari tomonidan o'quvchilar bilan ishlash usullari o'rgatilyapti. O'qib tushunish, eshitish, yozish, gapirish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun yangi o'yinlardan foydalanyapmiz. Va albatta biz bu foydalanilayotgan, o'rgatilayotgan metodlardan maktabda o'quvchilarimiz bilan ishlash jarayonida qiziq darslarni tashkillashtirishda bu katta yordam beradi deb o'ylayman. Menga juda ham yoqqan jarayonlardan biri fransuz qo'shiqlari yordamida ishlash. Ya'ni bu yerda qo'shiq eshitib, uni orasida churib qoldirilgan so'zlarni topib o'quvchilar yozishi kerak bo'ladi. Va bu eshitish ko'nikmasini, ham yozish ko'nikmasini rivojlantiradi. Va bu yerda o'quvchilar zerikmaydi, qo'shiqlarni ham tinglab tushunishadi, ham yozib, yaxshi kayfiyatda darsni ko'tarinki shukuhda olib borishga yordam beradi va tilga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytiradi. Evet, la fille de notre président. Ça a été amusé avec lui, c'est bien. Voilà, donc très bien. Maintenant, vous pouvez regarder le personnage. Vous ne connaissez pas ce personnage non? Alors? C'est un homme ou une femme? Homme. C'est un homme d'État ou bien c'est un artiste? C'est un artiste. C'est un artiste, c'est un chanteur, bien acteur. Non. Il est musicien? Non. Les artistes donc. Artiste, il est peintre. Peintre. Yangi metodlarga asoslangan ushbu dars jarayoni sizda savol tug'dirishi tabiiy. Ikki suhbatdoshning o'ziga mavhum bo'lgan qahramon haqidagi fikrlari uning tildagi nutqini, so'zlashuv muloqotini yaxshi rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Mana bizlar uchun tashkillashtirilgan o'quv seminarining bugun 3-kuni bizlarni seminarlar malakali o'qituvchilar tomonidan olib borilyapti. Biz bu seminarlarda har xil metodikalarni o'rganyapmiz. Bu metodikalar asosan shu o'quvchilarimizni xorijiy tilga bo'lgan qiziqishini oshirish, murakkab mashqlarni osonlashtirish va yanada bizlarning darslarimizni qiziqarliroq o'tishga yo'naltirilgan. Har xil metodika, o'yinlar, qo'shiqlardan foydalangan holda biz darslarimizni yanada
qiziqarliroq o'tishga o'rganyapmiz va bularni hammasini albatta keyingi faoliyatimizda amalda sinab ko'ramiz. Hozirgi zamon bolalarini biron narsaga qiziqtirish juda ham qiyin va bizning vazifamiz darslarimizni iloji boricha shu bolalarga qiziqarli qilib har xil metodikalardan foydalangan holda jalb etish va hozirgi zamonda bitta til bilgan juda ham kam va o'zbek tilidan tashqari yana bir xorijiy tilni bilgan qanchalar yaxshi. Murakkab mavzularni o'quvchilarga o'rgatishda qo'llanadigan metod va turli mashqlarni seminar davomida amalda bajarib o'rganayotgan yosh pedagoglar tilni o'rganishga qiziqayotgan o'quvchilarning tilni tushunish, o'qish, gapirish, yozishdagi bilimlarini oshirishda o'ziga xos ko'nikmalarga ega bo'lishmoqda. Sherim, yana o'zing yaxshisan. Boqqa kirsang gullar sharmanda, bir men emas hayot shaxsisan. Jonim kabi yashaysan manda. Yuragimning dardi naqshisan.